Eng arzon Vodiy kanalimizda arzon narxda Damas avtomashinamiz keldi. 2021-yil tashqi ko'rinishi yaxshi holatda ekan. Kraskasini bo'shda aytib o'ta, shu joyda pitno joyi bor ekan. Salon qismlari yaxshi holatda. Probegi 40 ming ko'rsatdi. O'shaning uchun ham bitta tekshirib olasizlar probegini. Apskalari zo'r holatda. Toza chexollari, barlari, ko'rilari, salon qismlari bu chekkalari ko'chirib tashlagan ekanlar, latasini shunaqa shirasi qolib turibdi. Chiroyli mo'yka qildirib olsani, yo'qolib ketadi u narsasi. Kuzlari qolgan joylar bir tekisda chiroyli holat turibdi. Kraskalar qolgan joylar toza ekan. Egalarning aytishlari bo'yicha motor hadovalari yaxshi, mostda oz-moz ovoz borishi kerak. Bir o'sha joydan ham ko'rib, tekshirib, keyin atarsa pulini berasizlar. Qolgan joylar chiroyli holat turibdi. Narxi ham zo'r narx bo'ldi. 2021-yil bu mashinamiz Gen Diver Safron xohlagan hujjat bo'ladi. Eng arzon olganimiz mashinamiz to'rtta baloqlari yaxshi holatda ekan. Bunaqa narx faqat bizda $400 berib beramiz. Ma'lumotchi mashina Namangan shahrida turibdi.